Assalomu alaykum hammaga. Kecha salondan chiqqan Cobalt mashinasiga qilib bergan ishlarimiz haqida aytib o'tamiz. Mashinamiz hali yaqin 99 kilometr yuribdi hali. Akamiz YouTube kanalida har kuni kuzatib borar ekanlar. Kerakli ishlarni qilib berib o'tyapmiz. Tayyor bo'lgan holatini ikkinchi videoda to'liq qilib aytib o'tamiz. Kruiz kontroller qo'yilyapti. Aksiyaga tushirib berganmiz kruiz kontrollerlarni. Ochdi 2 marta bo'lsa bagaj ochadigan qilib beryapmiz. Kerakli ishlar qilinyapti, faqat video registrator o'rnatib beryapmiz. Mana plafonlarga led o'rnatib beryapmiz. Hammasini narxlari bilan aytib o'tamiz. Tayyor holatini ikkinchi videoda ko'rsalaringiz bo'ladi. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Orqalariga podium ham qo'yildi. Podium 30 ming so'm turadi yaxshisi. Video registrator kamerasi kirib ketgan simni ichiga, umuman ko'rinmaydi, akkuratni qo'yilgan. Mashinani quflaymiz. Ochamiz. Quflab ochgan payt ovoz o'rnatib berganmiz. Ochamiz, ikkita ovoz bo'ladi. 200 ming so'm bo'ladi bu xizmatimiz. Ochamiz, salonga kiramiz. Salonda ichiga kruiz kontrol tizimi juda ham chiroyli turibdi mana. Komfort haydayman deganlar bo'lsa, shu chiroyli haydasalaringiz bo'ladi. Bosishlar juda ham zo'r knopka, original knopka bo'ladi. Zazorga yaxshilab bitta ahamiyat qilamiz buni. Hammasi zavodskoydek birga bir tushgan, taglari ham ko'plar qo'ydiradi, taglari ochilib qoladi, mana. Taglari ochilib qolmagan, hammasi bir-biriga o'tirgan. Kleylar oqib qolmagan mana. Ko'plar aytadi, shogirdsiz ishlaydimi, shogirdsiz qo'yadimi, unaqa deydi. Yo'q, hamma ishni o'zim 100% qilib tugataman. Bu akamiz ham YouTube kanalida har kuni ko'rar ekan. Ishlarini chiroyli qilib o'rnatib berdik. Kruiz kontrol tizimimiz 10-may kunigacha 480 ming so'm hamma narsa lachda. Programma hamma narsa lachda bo'ladi. Avtozapusk funksiyamiz bundan zavod yashib funksiya ham qilib berganmiz. U funksiyamiz esa hamma narsasi programmalari bilan 150 ming so'm bo'ladi. Quflashni bitta bosib, bagaj bosib turamiz. Mashinamiz masofadan o't olgan turadi. Kelsak, bemalol qizigan bola haydab ketaversak bo'ladi. Bagajni bosib turamiz, o'chadi. Bagaj knopka bo'lmaydi bilsalaringiz, zavodskiy holatda o'rnatib berganmiz. Ochishda 2 marta bo'lsa, ochadi, zavodskiy bo'ladi bu. Mana 2 marta bossak, hammasi ko'ngildagidek ishlaydi. Ovozlar juda ham yaxshi chiqadi. Xo'p, keyin akamizga signal o'rnatib berganmiz, Malibu signal. Juda o'zining signal oddiy bo'ladi, shu uchun oddiy signal bo'lmasi uchun Malibu signal o'rnatib berganmiz. 150 ming so'm bo'ladi Malibu signal o'rnatib berish bilan. Bagaj knopkamiz 120 ming so'm bo'ladi o'rnatib berish bilan. Salon filtr ham qo'yib berganmiz. Salon filtr 30 ming so'm qo'yib berishida bo'ladi. Mashinamizga video registrator qo'yib berganmiz, yaxshisidan. Tombus degan firmaniki. Juda ham zo'r oynalari, zerkalari orqalarini ham beradi. Keyin plafonga led ham o'rnatib berganmiz. Juda ham yorug' turadi salonda. Zadniga ursa, bemalol orqani ko'rsak bo'ladi. Urib olishga ehtimol juda ham pasayadi, shuning uchun video registrator qo'yishni tavsiya qilamiz. Video registratorni 850 ming so'm o'rnatib berishi bilan fleshkasi alohida 70 ming so'm chiqadi. Bar o'rnatib berganmiz. Barimiz 150 ming so'm bo'ladi. Zavodskiy yaxshi zo'r bar bo'ladi. Qo'lni qo'yib haydab ketishga juda ham qulay mana. O'zini barini olib tashlaganmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon olib kelaversangiz bo'ladi. Keyin yana bir narsa qolib ketdi. Oyna blogim o'rnatib berganmiz. Oynalar ochamiz. Mabodo oynamiz ochiq qolib ketsa, oynalarimiz ochiq qolib ketsa, quflaymiz. Quflagan paytda oynalarni ko'tarib qo'yib, pop-poplagan hisob bagajimiz ochiq turibdi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Videomizda Cobalt bor tanish aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Yangiliklar hal oldinda bizdan yiroqlashmaysizlar.